Assalomu alaykum boy aka, keling. 4 ta non. Xo'p bo'ladi. Boy aka, bir iltimos bor edi. Mendan 2 ta non olib, qolgan ikkitasini o'ni qo'shnimdan ola olasizmi? Nimaga? Uni hali savdosi ochilmagandi. Sizga arzonroq qilib beraman. Ikkitasini undan ola qoling. Sendan olaman doim. Undan ham ola qoling. Kel aka. Non berib bor. Ikkitami? Ha. Senda ham 25 mingmi? Ha, 25 ming. Qo'shningdagi patr bilan bir xil ish qilib, Ha? Hammamizga bir xil patr. mana Oshmasin. bo'pti, rahmat. Barakasini bersin. Nech pul ekan patr? Keling, 25 mingdan beraymi? Ha. Ye, keling boy aka. Yana patr kerakmi? Hozir senga o'xshagan odamlar juda kam. Qoyil. Boya salomingga amaligim olibman. Va alaykum assalom. Kelib turing boy aka. Mana shu gulingdan 40 ta. Bo'ldi. Soat 6 ga mana shu manzilga yetkazasan. Pulidan muammo yo'q, chiroyli qilgan. Xo'p, bo'ladi. Ketdik. Ofiskami xo'jayin? Yetkazamiz boy aka. Xo'p. Bugun kechga yetkazaman. Agar kech qolsang o'zingga boshqa joy qidir. Arenda narxini ham keyingi oydan ko'taraman. Xorma Abdulhay. Salomat bo'l, ke. Yaxshimisan? Va buni olib qo'ygin. Nima bu? O'tgan kun sendan olgandim-ku. Endi oz bo'lsa ham olib turaver. Senga qaytarib ber deb berganim yo'q-ku. Men qarzda bo'lganman. Ol. Men qarz deb bermaganman. O'g'ling yaxshimi o'zi? Ha, yaxshi. Bugun oxirgi muolajasini oladi. Ha, iloyim sog'ayib ketsin. Ha, aytganing kelsin. Abdulhay, bir iltimos bor. Bemalol. Mana shu manzilga ana guldastangdan 40 ta yetkazib bera olaysanmi? Soat 6 ga. Bundanmi? Ha, mana shundan 40 ta. 40 ta? Ha, men bani sen ketishim kerak edi, o'g'limning oldiga. Sen qilib bera qolgin. Bo'ldi. Rahmat do'stim. Yetkazib beraman. Charchama. O'zingga shukr. Ha? Endi nima yapsizlar? Zahar yeyamiz, zahar. Unaqa o'lib qolasizlar-ku. Sizlarsiz sal hayot zerikanli bo'ladimi, deyman. Bo'pti, o'lsak birga o'lamiz. Nima yeyapsizlar? Hozir ovqat olyapman, keyin gaplashamiz. Ha? Siz zahar yeyamiz. Men sizni yeyapsizlar. Mana deyman.
zahar yeyishga ham tayyor do'stingiz bormi? Mana oling. Nima bu? Chin dildan beryapman, oling. Ha, yo'q, agar bozor qilsangiz, yukingizni mashinagacha olib chiqib qo'yishim mumkin. Mana Ha, bu boshqa gap. Mashinangiz qayerda? bu tarafda. Yordam? Yuring. Yordam beraymi? Yo'q, shart emas. Yuring. Farzandlardan nechta? 5 ta hozircha. Sizga nima qilgan o'zi? 2 yil bo'ldi. Bir dard tegib, oyoqlarim ishlamay qoldi. Hozir ishlamayman. Sizni pulingiz bor, yordam qilib turing. Zarur vaqtda endi yurmayman odamlarga yalinib. Qilib beraman shu pulingizni. Ana do'kon. Ishla, keyin pul olasan. Mana. Salomat bo'ling. Hozir. Qiyinchilik yo'qmi? Oilada, boshqada kimdir yordam beryaptimi? Hozircha qo'lim ham ishlab turibdi-yu. Agar bu ham ishlamay qolsa, keyin o'ylab ko'rarman. Kimdan yordam so'rashlikni. Salomat bo'ling. Zafar, yaqinda yangi kitobim chiqadi. Baxti, sal yurib tursang bo'lmaydimi? Qara semirib ketganingni. To'nkaga o'xshab qopsan. Abdulxey, shu boshingni pachog'ini bitta urib to'g'rilab beraymi, ha? Ne olasan? Hazillashganman, Qoravoy, anu saromashak bilan yuklarni olib chiqlaring. Mashina keldi. Chalaboy, qalaysan endi? Undaki. Deb turuvdi, o'zim yozib yubordim. Bo'ldimi? Bo'ladi. Mana yangi kitobim. Nega kulasan, Zafar? Yuzingga bekor urdim-da. Jahlim chiqib ketdi. Men qara. O'zingni ustingdan shuncha kulaman, qotaman masxara qilib, indamasding-ku. Bitta shu xunuk kitobingga kulganimga urib tashladingmi? Men ustimdan kulsang, boshqa manzilga boradi. Bu kitobni ustidan kulsang, meni manzilimga keladi. Chunki bu kitobning muallifi menman. Hali meni ustimdan kulganing uchun meni yaratgan muallif seni albatta uradi. Tushundingmi? Kelinglar. Bor beraman bugun kechki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zafar, yaxshimisan? Charchamayapsan? Zafar, men bu yaxshi bo'ldi kelganing. Do'koningdan topa olmadim-ku. Originalini topdim. Yeb ko'rasanmi? Olib turish kelatingni. Tinchlikmi? Ko'rmaysanmi? Abdulxeyga qarz bergan edim. Shu bugungi sanada qaytaraman deb va'da berib olgan. Hozir borsam 2 kun sabr qilib tur, pul topa olmay qoldim deb asabimga tegyapti. Sinfdoshimiz Abdulhaymi? Shu o'zimiz sinfdoshimiz. Men uni va'dasiga ishonib, arendatorga shu bugun pul beraman deb qo'yganman. Endi u telefon qilib meni asabimga tegyapti. Plonmasa nima qiladi va'da berib, qarz olib. Lattanishini qilyapti-da, ozi bor-ku. Bugun sana necha o'zi? 7. Tinchlikmi? Ko'rishamiz. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Yaxshimisan? Abdulhay. Uzr kech qoldim. Esimdan chiqib ketibdi. Mana qarzim. Rozi bo'l. Bo'pti, dorilarni olib boraman hozir. Xo'p. Abdulhay, Zafar, yaxshimisan? Sog'lig'ing nima yaxshimi? qilib tursan bu yerda? Hozir Baxtiyor akani kutayotgandim. Haligi qarz bor edi-yu, Ha. o'shani hali qaytara olmagandim. Shunga muddat so'ragani keluvdim. Abdulhay, hali uni qaytarib bermaganmisan? Yo'q, vaziyatimni ko'rib turibsan-ku. Shuni aytib qo'yish kerak edi. Men o'rtadagi odamman-u. Keyin hamma kalta meni boshimda sinadi. Uzr og'ayni, seni ham noqulay vaziyatga solib qo'ydim. Hozir Baxtiyor akaga hammasini tushuntiraman. Bo'pti. Yaxshilik qilaman deb baloga qolaman shekilli. Boshliq hammasini kelishib qo'ydim. Agar shartnomani kelishsak, 50 ta ishchi olamiz yana. Ma'qul. Hamma hujjatlarni tayyor qilganman. Yaxshi. Faqat kech qolishimiz kerak emas. Unda tezlashaylik. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Baxtiyor aka, men Abdulhayman. Hamkasbingiz Zafarbek tog'ayingiz. Esingizda bo'lsa, 3 oy oldin oldingizga borgandik. Ha. Uzr Abdulhay aka. Bir marta ko'rishganimizga birdaniga eslay olmadim. Yaxshimisiz? O'zi, men uzr so'raydigan vaziyatdaman. Qarz muddati o'tib ketdi. Shunga sal hijolatli vaziyatda edim. Javohir aka, Ha? mashinani tayyorlab turasizmi? Bo'ldi. Aha. Otamni Hindistondagi muolajalari ozgina cho'zilib, ko'proq olib ketgandik. Shunga vaziyat boshqa tomonga o'zgarib ketdi. Ha, qarzni shunga olganmidingiz? Ha, shunga. Hozir yaxshimilar? Allohga shukr, yaxshilar. Qolgan muolajalarni hozir O'zbekistonda o'tyaptilar. Baxtiyor aka, qarzga yana 2-3 oy muddat berib turasizmi? Albatta qaytaraman, xudo xohlasa. Dadangizga o'zi shifo bersin. Qarzni bo'lsa o'ylamang. Men roziman. Baxtiyor aka, men uning uchun so'ramadim sizdan. Albatta qaytaraman qarzimni. Abdulhay aka, xafa bo'lmasangiz, ozgina shoshib turibman. Dadangizni men nomimdan so'rab qo'ying. Begona bo'lsa ham tushundi-ya. Yaxshi. Juda vaqtida olib keldingizlar, qo'shni. Ja pul kerak bo'lib turuvdi. Soqqali ishingiz bitdimi ish qilib? Xudoga shukr bitdi. Qizimni Malayziyaga olib borib keldim. Matematika olimpiadasiga. Shukr, birinchi o'rinni oldi. Yaxshi. Men ham bir vaqtlar o'qishga qiziqqanman. Hatto universitetga o'qishga kirgan edim. Kontraktga tushib qo'yganman-da. 1 million so'rashgan. U paytda katta pul edi-da, 1 million. O'qimadim. Pul topishga qiziqib ketdim. Lekin umr bo'yi qiynaldim-da. Esim bo'lganda qiynalsam ham o'qib sizdek ziyoli bo'lardim. Hozir bolalaringiz o'qitmayapsizmi? O'g'lim o'qishga kirgan edi. U ham kontraktga tushib qopti-da. 25 million deydi. 1 yilga. O'qima dedim. Undan ko'ra ishlab pul topsin. Pul topish osonmi hozir? Hali ham esiz kirmabdi-da. Nima? Hamayli qo'shni, men bora qolay. 20 minutdan keyin darsim boshlanadi. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qo'shni, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Qo'shni, sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Suyunchi bering. Qizim Malayziya ta'lim grantidan 100 ming dollar yutib oldi. 100 ming? Zo'ru. Shunga kechga bizga ziyofat. O'tmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Avvalo xudo, siz ham qarz berib sababchi bo'lganingiz uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, qo'shni. Endi bu 100 mingni olasiz-da. Bitta inamarkani minib, qolganini biznesga tikaverasiz. Zo'r bo'ladi. Qo'shni, bu ta'lim granti. Ta'lim granti faqat o'qish uchun sarflanadi.
Qizim bu yil maktab bitiradigan. ITga qiziqadi. Xudo xohlasa Malayziyada o'qiydi. Mayli. Qo'shni, sizdan yana bir iltimosim bor edi. Nima xizmat bemalol? Shu bizni uyga qarab tursangiz. Tinchlikmi? Men ham Malayziyaga ariza topshirgandim ish bo'yicha. Ikkita joydan javob keldi. Shunga oilaviy ketadigan bo'lib turibmiz. Ja qiz odamsiz qo'shni. Shuncha joyga borib, ovora bo'lib, o'zingizni qiynab nima zarur-a? Zarur qo'shni. Juda zarur. Meni ham, qizim va o'g'limning ham maqsadlari aniq. Ular o'z sohasida eng zo'ri bo'lishi kerak. Mayli qo'shni, ko'p vaqt uzamay. Qolgan uyga o'tsangiz, osh ustida gaplashamiz. Mayli. Hop. Hech eskirmadi shu qo'shnimni ham. Jigar, men odamga o'xshaysanmi desam, o'xshamas ekansan. Lekin galstukning rangiga o'xshab ketar ekan. Jigar, endi 2 yil Malayziyada yurib kelding, ta'lim sohasida. Qancha soqqa topding sir bo'lmasa? Sen soqqadan boshqa narsani o'ylaysanmi o'zi? Endi ishimiz shu-da Jigar. Kim qancha topdi, qayoqdan topdi? Shunisi qiziqda. Xullas, men bu 4000 Jigar 10 million so'mini plastik kartonga tashab qo'ydim. Qandoq olgan bo'lsam, xuddi shunday qaytaryapman. Dollarni dollarda, so'mni so'mda. Hammasi cheki. Faqat 2,5 yil deganda, rosti senga o'z ishonib berdim. Kerak paytda parod qilding to'g'risi. Yaxshiyam qo'shnim Zafarboy bor ekan. Yonib turganda qarashib turdi, baraka topsin. O'sha Zafarboy qo'shningni o'zi parod qilgan. Bilasan, o'sha paytda bizning ozgina sherikchilik biznesimiz bo'lardi. Ukam, zo'r biznes bor. Soqqa tikamiz. Hamma ishlaringni yig'ishtirib pulini olib kelgan dedi-da. Bersam, kamera qo'yish biznesiga tiqoribdi ablah. Men bilib, kerak emas. Unaqa biznesga pullarimni sarflamayman, qaytarib ber deb turib olsam, tuhmat qilib qamatib yubordi 15 sutkaga. Adashmayapsanmi? Meni qo'shnim Zafarboy-a? Oson pul topgandan keyin ochko'z bo'ladi odam. Ani ruxsat berilmagan joylarga ham kamera qo'yib tashab. Tekshirishdi, qarashdi. Oxiri tortib olib qo'yishdi biznesini ham. Battar bo'lsin. Ziqnaligini evazidan shu yoshida oilasi bilan ajrashdi. Bolalari yomon yo'lga kirib ketdi. O'zi ani infarkt bo'lib shol deydimi, ani aravachalarda yuribdi. Kelganingdan keyin ko'rdingmi, ko'rmadingmi, bilmadimmi qo'shningni? Xullas, odamlarni qarg'ish ursa shunaqa bo'ladi. Men ham rozi emasman. Hali bir kun haqqimni albatta olaman. Shuning uchun kech qoldim-da. O'zimni tiklashga, qarzlarimni yopishga vaqt ketdi. Rozi bo'l Jigar. Zafarboy aka. Qo'shni. Kimdir bormi? Zafar aka. Zafarboy aka. Assalomu alaykum. Amin qo'shni. So'msiz. Hali ham esiz kirmabdi-da, qo'shni. Kattadan bo'lsa hamchi, soqqani bosish kerak, soqqani. Hali bir kun haqqimni albatta olaman. Odamlarni qarg'ish ursa shunaqa bo'ladi. Qolganini biznesga tikvorasiz. Kattadan bo'lsa hamchi, soqqani bosish kerak, soqqani. Men ham rozi emasman. Qarg'alar. Oranglarda bironta aqlliroqinglar bormi? Savolim bor edi.
Men qara. Qarg'alarni juda uzoq umr ko'radi deyshadi. Yoshing nechida? 376 da. Voy voy. Juda uzoq umr ko'ribsan-da. Men dunyoda 40 yil yashadim-u, zerikib ketdim. 376 yil nima qilding? Hech narsa. Yedim, ichdim, uxladim, nasl qoldirdim xolos. Uyat senga. Bu dunyoda 376 yil yashabsan-u, aqlsizligingcha qopsan-da. Senda taraqqiyotdan asar ham yo'q-u. Qara. Kasb-shiming ham yo'q, poyafzaling ham yo'q. Hech bo'lmasa qo'lingda telefoning ham yo'q-u. Yalangoyoqligingcha qopsan. Men qara. Kallani ishlatsang bo'lmaydimi kallani? Aqlsiz. Janob inson. Aqllatta pitta bilan, arzimagan sun'iy matolar bilan yoki kopirlar bilan emas, balki sof fitratga mos tarbiya va ta'lim bilan belgilanadi. Sen ja aqlli ekansan-ku, ha? Lekin 376 yil baribir juda uzoq umrda. Masalan men sen o'rningda bo'lsam 376 yil mobaynida dunyoning eng yaxshi universitetlarida o'qirdim. Eng kerakli tillarni, kerak bo'lsa hamma tillarni o'rganib chiqardim. Eng muhimi, biznes, imperiya tuzardim. Dunyoning eng boy odami bo'lardim. Ana u Rothschildlar bor-ku, o'shandan ham boy bo'lardim. Hozirgi Elon Muskga ustozlik qilardim kerak bo'lsa. Endi o'zimizni Alisher Usmonovdan albatta boy bo'lardim-da. Xullas, xohlaganimni qilardim. Bu dunyoda kayf va safo qilib yashardim. Nima deding? Ha? Xo'sh, undan keyinchi? To'g'risini aytsam, shuni sendan so'rayman deb keldim. O'zi dunyoda qanday yashash kerak? Buni mendan emas, ulug'lardan so'rash kerak, janob inson. O'sha ulug'larning telefonimi, manzilimi bormi? O'la. Siz qanday yashashni kimdan o'rganyapsiz? Assalomu alaykum. Senga ham. Salomga ham shunaqa alik oladimi? Alik olmadim. Shunchaki menga tilaganingni o'zingga ham tiladim. Uzr do'stim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketdingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi boyu. Assalomu alaykum. Piyodalar ulovdagi insonga emas, aksincha ulovdagi inson piyodaga salom beradi. Assalomu alaykum akalar. Alaykum assalom. Shunaqa degan. Ha, shunaqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aslida o'tirgan odam piyodaga emas, piyoda o'tirgan insonga salom bersa, to'g'ri va odobdan bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu Ya, alaykum. va alaykum assalom. Bunaqa paytda ko'pchilik kamchilikka emas, kamchilik ko'pchilikka salom beradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya, assalomu alaykum. Assalom berdimi? Alik olaverasizmi? Aka, o'zi aslida kichkinalar kattalarga salom berish kerak. Lekin siz esa menga salom beryapsiz. Xo'sh, sizningcha bu vaziyatda kim birinchi salom berish kerak? Izohlarda buni albatta yozib qoldiring. Bu videodagi lavhamiz salomlashish odobining kichkinagina bir qismi edi xolos. Ha aytgancha. Assalomu alaykum.